Do'stlaringiz xiyonat qilganmi? Da bo'lgan, ko'p marta yodimga kelgan narsani aytaman. Urgut seni deganman akam, kel qo'yanga chiqib ovni poylaylik. Sherlarga tegmaymiz, ular o'zi ham ko'payib ketgan tulki ovlaylik. Esimda shoqollar edi dushman arslonga. Tulkilar o'zini ko'rsatardi do'st. Eshikdan boqardim dadam edi sher, dadamni etini mingta tulki yer. Urgut kel aka qo'yanga chiqib ovni poylaylik. Shoqollarga qilmay e'tibor, sherlar o'zi ham ko'payib ketgan tulki ovlaylik. Shoqollarni bilasiz aka, shoqollardan qo'rqmasangiz bo'ladi, chunki ular dushmanligini bilasiz, dushmanlaringizni bilasiz. Lekin tulkilarni bilmaysiz qayerdaligini. Ular balkim yoningizda bo'lishi mumkin, balkim biqiningizda turib biqiningiz ochilishini kutar. Ularni ko'p bo'lganini bilish qiyin emas. Hozir ular bir-birovni yeyishni boshlaydi. Bir dasturxonda o'tirib, akamsan, jigarsan deb, ertasi kuni bittasi xato qilsa, ikkinchisi hujumga shaydi. Bugun siz bilanman, jonman, jigarman desa, ertasi kuni rejalarim o'zgardi deydi. Shuning uchun eng yaxshi do'st bu oilangiz, akangiz, ukangiz, otangiz, onangiz. Menga keladigan bo'lsak, ular qilgan ishni istamoqchi emasman.